hozirgi klientlar baribir qadriga yetmaydi, kam pul to'laydi, tirikchiligingiz ketaveradi, puldan qiynalib qolmaysiz. Atrofdan xuddi shu narxdagi joylarda oldirib ko'radi, siz sheriklaringizni oldirib ko'rar. Baribir shu egasi sifatida siz kimni ishga olgan bo'lardingiz? Uchinchi keys, bu eng asosiysi. Birdaniga hammaga buni e'lon qila olasiz. Bu narkotik. Sartaroshida narx oshirishning eng zo'r usuli bu lokatsiya o'zgartirish, ya'ni hozirgi ishlayotgan joyingizdan urovni balandroq, yaxshiroq joyga ishga o'tish. Lekin 80-90% barberlarning eng katta qo'rquvi joy o'zgartirsam mijoz kamayib ketadi, topib turgan pulim kamayib qoladi degan qo'rquv bor baribir ko'pchilikda. Bu tabiiy holat. Chunki baribir lokatsiya o'zgartirganimizda eng kamida lokatsiyani hisobiga klient kamayishi bo'ladi. Lekin 3 ta keys orqali joy o'zgartirsiz, minimal risk bilan maksimal mijozlarni ushlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu 3 ta keysni 13 yillik tajriba davomida 5 ta joyda lokatsiya o'zgartirib sinab ko'rganman va bu orqali o'rta chekka 10 barobarga oshirganman. O'zi bilamiz, narx oshirishdan oldin sifatni, servisni kuchaytirishimiz kerak. Ko'pchilik yangi texnikalarni o'rganadi, sifat ustida ishlaydi, servislarni o'rganadi-da, lekin hozir ishlab turgan joyda shu narsalarni qo'llamaydi. Chunki hozirgi klientlar baribir qadriga yetmaydi, kam pul to'laydi. Birato'la yangi joyga o'tganda ishlataman bu narsalarni deb birdaniga yangi joyga o'tib ketib qolishadi. Mana shuni hisobiga katta yo'qotish bo'ladi. Klientlarning ko'p qismi eski joyda qolib ketadi. Birinchi keys, lokatsiya o'zgartirishdan oldin kamida 1 oy har bitta mijozingiz bilan alohida ishlab, maksimal servis, maksimal sifatni berishingiz kerak. Narxi to'g'ri kelmasa ham. Maqsad pul emas, bu yerda narxini unutgan holda maksimal qo'lingizdan nima kelsa sifatni berib, keyin joy o'zgartirsangiz, har bitta klientingiz mayli nechidir foizi borar ketdingizdan, bormaganlari atrofdan xuddi shu narxdagi joylarda oldirib ko'radi, siz sheriklaringizni oldirib ko'rar. Har xil joylarda oldirganda siz uverin bo'lishingiz kerakki, siz bergan sifatda, siz bergan servis, komfortni boshqalar bera olishi kerak emas. Yaxshi servis, komfort bu narkotik. Agar siz yetarlicha sifat, servis bera olgan bo'lsangiz, qimmatroq bo'lsa ham, balki 5-6 marta, 10 marta boshqa joyga oldirib ko'rsa ham, baribir bir kun yozga qayta boradi. Men o'zimda bu narsa ko'p kuzatilgan. Servis sifatni qanaqa oshiraman deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Ikkinchi keys, 1 oy davomida maksimal sifatni berganingizdan keyin yangi joyga birdaniga emas, iloji bo'lsa cherizingga. Agar cherizing ishlash iloji bo'lmasa, hattoki haftada 2 kun dam olaman deb dogovor qilib, 2 kun eski joyingizga ishga chiqishni maslahat beraman. Chunki yangi joyda baribir pul oqimi kamayib qolish ehtimoli bor, mijoz kamaygan hisobiga. Birinchidan eski joyingizda tirikchiligingiz ketaveradi, puldan qiynalib qolmaysiz. Eski klientlaringiz yig'ilib bir kunda misol uchun 5 tadan soch olib yurgan bo'lsangiz, 10 ta, 15 tadan soch olishingiz mumkin, kam chiqqaningiz hisobiga. Ikkinchidan, mijozlaringiz birdaniga sizni yo'qotib qo'ymaydi. Har kelganingizda yangi joy haqida ma'lumot berasiz, qiziqtirasiz, ularda qiziqish uyg'onadi. Shu 1 oy cherizdan ishlasangiz, yana ham ko'proq mijoz siz bilan ergashib ketishini ehtimoli katta bo'ladi. Uchinchi keys, bu eng asosiysi, ya'ni Instagram. Agar mijozlaringiz sizni Instagramdan kuzatsa, yangi joyga o'tganingizda ko'pchilikning xayolida shunchaki lokatsiya o'zgardi deb o'ylaydi. Siz shunda Instagramdan foydalanib, yangi joyda nima yangiliklar bor, nima uchun yangi joyga o'tdingiz, u yerda qanaqa servislar bor, qanaqa qulayliklar bor. Qisqa qilib aytganda, yangi joyingiz eski joyingizdan ancha zo'rligini, bekorga o'tmaganingizda, darajasi ko'tarilganini siz mijozlarga yetkazib bera olasiz. Instagram orqali birdaniga hammaga buni e'lon qila olasiz. Har bitta odamga telefon qilib alohida tushuntirgandan ko'ra, ham e'lon qilishga, ham daraja o'sgan isbotlashga bu juda zo'r imkoniyat. Nafaqat mijozlarni ushlab qolishga, bu yangi joyga o'tishga ham zo'r instrument. Misol uchun tasavvur qiling, Instagramda bitta ham rasmingiz yo'q, aktiv yo'q, qilgan ishlaringiz yo'q,
qisqa qilib aytganda siz haqingizda umuman ma'lumot yo'q. Barbershopga yozyapsiz, men ishga kirmoqchiman deb. O'zingizni barbershop egasini o'rniga qo'yib ko'ring, siz o'zingiz Instagram profilingizni ishga olgan bo'larmidingiz? Tasavvur qiling, xuddi siz bilan darajasi bir xil barber, lekin ishlarini Instagramda ko'rsatgan, o'zi haqida ma'lumotlar yozgan, o'zini rasmlari bor, tashqi ko'rinishi, maksimal darajada ma'lumot bor u haqida, lekin daraja siz bilan bir xil. Farqi, sizda hech qanaqa ma'lumot yo'q Instagramda, unda hamma ma'lumot bor. Barbershop egasi sifatida siz kimni ishga olgan bo'lardingiz? Eng oddiy elementarniy savol. Men misol uchun risk qilmagan bo'lardim. Hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan odamga katta ehtimol bilan javob qaytarib ham yozmasdim. Ma'lumoti bor, ishlarini ko'rsatgan barber bilan ishlash menga ancha qulay. Barbershopga unaqa barberlar foydali. Chunki hamma barbershop o'zini brendini uzaymasni xohlaydi, tanishni xohlaydi. Harakatchan, aktivniy barberlar, o'zini ustida ishlaydigan barberlar hammaga kerak. O'shaning uchun maslahat beraman, Instagramni shunchaki yuzaki emas, jiddiy qarab, bu meni yuzim degan ma'noda yurgizishinglarni maslahat beraman. Yana qaysi mavzular sizlarga qiziq bo'ladi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha ortib berishga harakat qilamiz. Hozir aytib o'tgan mavzularim bu Santander School'dagi darslardan bir parchasi. Malaka oshirish kurslarimizda zamonaviy soch olish texnikalari, maksimal servis berish, top barber bo'lish uchun qadamlar ketma-ketligi, to'g'ri strategiya qo'yish mavzularini chuqurlashib o'rgatamiz. Agar kurslarimiz sizga qiziq bo'lsa, Telegramdan Santander Barber School menejerlariga yozing yoki Instagram orqali direktimizga o'zingiz haqida to'liq ma'lumot bering.